Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Uzlider kanali. Egalardan ko'pchilik obunachilarimiz Cobalt so'rab yurdi. Egalardan Cobalt so'rab yurgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r variant Cobaltni sizlarga taklif etib o'tib ketamiz. Video davomida telefon nomerlar bo'ladi. Bemalol telefonlashib, savdolashib olishlaringiz mumkin. Mashina srochniy sotiladi. Narx-navolari, xarakteristikalarni tanishtirib o'tib ketamiz. Demak, videoni boshladik. Aziz obunachilar, Bog'otdamiz. Bog'otda o'zimning elotimda turgan mashina 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka, ikkinchi pozitsiya. Konditsioner hamma narsasi bor. Balon sostenasi zo'r, balon rasxoti yo'q. Kamida 1 yil, 1,5 yil haydashlaringizga qarab balon qo'ymay haydasa bo'ladi. Kraska родной dalda. Xo'sh. Elnum, poli, chexol, ular qarab haydalib yurgan mashina. Yurgan probegi 92 mingni yurtibdi. Antiradarlari bor, endi bularni olib qolamlar, qo'shib beramilar bilamiz. Xo'sh. Motor açılmagan, klapın tuzilmagan, metan gazlari hamma narsasi bor. Demak, srochniy sotish kerak deb turibdilar. Iloji borincha, uchun pul zaruratchilik bo'lib turibdi ekan. Mashina narxini keladigan bo'lsak, narxi 115 million aytilib turibdi. Undan ham kelishib qaytib beriladi o'rtoqlar. Telefon nomerlarini ekranda yozib qoldiramiz. O'zimiz elatdi mashina. 100% garantiya. Hammaning tekshirib ko'rib olishlaringiz mumkin. 115 milliondan kelishib beriladi. 19.92 ming probeg. Kraska родной, metan gazlari bor, motorga kirish tegmagan egalari mashina. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Generalning boshqa variantlarini o'zlaringiz kredit bo'lami, o'zlaringiz telefon nomeri telefon urib kelishib olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.